Aka yaxshimisiz? Va alaykum assalom, keling aka. Aka shu desangiz bitta 16 Pro Max qilib bersangiz, o'zi yaxshi eski klientlaringizdanman. Ha, bo'ldi aka. Podarkaga olyapsizmi aka? O aka o'zimga to'g'risi buni ham olgandim, cho'ta 16 Pro Max yangi chiqqaniga odamlar ko'chada qandaydir, mana mensimayapti, o'zimni komfortni his qilyapman-da. Aha, tushunarli aka. Xo'p, qilib beramiz aka. Qanaqa pamit bo'lsin, rangi qanaqa bo'lsin aka? Aka bo'lganga yarasha bir 16 Pro Max 1 terabaytli bo'laversin. Qora svetidan. Xo'p akajon, hozir beramiz. Assalomu alaykum dadajon, yaxshimisiz? Ha, manam yaxshi, rahmat. Telefon magazinga kirgandim. Yaqinda dugonam iPhone olgandim. Shunda rosa havasim kelgandi. Dadamga iPhone olib beraman deb niyat qilgandim. Mana niyatim xolis ekan. Bugun olmoqchiman. Sizga qaysi rang yoqadi, dada? Yo'q, dada, mening telefonim yaxshi. Oldin siz ishlating. Siz loyiqsiz. Meni qiynalib katta qildingiz. Yedirdingiz, ichirdingiz, kiydirdingiz. Endi meni navbatim. Endi men sizlarga qarayman. Axir meni qiynalib katta qildingiz. Mayli, men eski telefonda yursam ham. Men uchun qadrli, chunki uni siz bergansiz. Boringizga shukr, dada. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Aka, yana bitta 1 terabaytli oq svetidan bering dadamga podarka qilaman aka. Menga shu ham bo'laveradi aka. Bu telefonlar kimlardadir yo'q aka. To'g'risi bu qizning gaplaridan aka meni ichim jimirlab ketdi aka. Shu qizga rahmat aka, meni ko'zimni ochdi aka. Aka, mana telefoningiz aka. Radingiz yaxshi kunlarga ishlatsinlar, sog' bo'lsinlar. Aka katta rahmat aka. Endi dadam xursand bo'ladigan bo'ldilar aka. Aka xudo xolasa yana kelaman. Mayli aka, yaxshi kun ishlatinglar. Kelib turinglar yana. O'xshadimi? O'xshadi. Endi onalarga telefon oldiramiz. Obbo mening, obbo men. Ты горишь, как огонь.